Xitoy Sharq Turkistonni ilg'or texnika orqali boshqarish tajribaxonasi qildi. 25 dekabr Shintangrun to'g'ri bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Sharq Turkistondagi qattiq kontrol qilish vositalarini amdilikda Xitoyning ichkari o'lkalaridagi notanish kishilarga ishlatishga boshlagan bo'lib, o'tgan hafta Wall Street jurnalda Sharq Turkistondagi 12 kun temasida tekshirish doklati e'lon qilingan edi. Doklatda Sharq Turkistonning Urumchi shahri dunyo bo'yicha eng qattiq boshqariladigan o'rin ekanligi, Xitoy soqchilari qo'lda ko'tarib olgan tekshirish uskunasi bilan har vaqt kishilarni to'sib tekshirib turadiganligini, Xitoy soqchilari tutib ketgan nurg'unlagan Uyg'urlarning izderiki yo'qligi, Xitoyning Uyg'urlarga dushmandek muomala qilayotganligi, Uyg'urlarning oilalariga qo'shmoq tuqqan nomi bilan nazoratchilarni elib kelib, Uyg'urlarning harakatini har vaqt ko'zatayotganligini oshkorlagan edi. Xitoyning ichkari o'lkalardan Sharq Turkistonga o'qituvchi yo'tkab kelish plani. Bu yil 5-da Xitoy ichkari o'lkalaridan Sharq Turkistonga zo'r ko'lamda yuqori maoshli o'qituvchi yo'tkab kelgan edi. Xitoy 2018-yili Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish qadamini texmo tiziltish uchun Sharq Turkistonga Xitoyning ichkari o'lkalaridan zo'r ko'lamda Xitoy o'qituvchilarini yo'tkashni planlagan. Bu qatim yo'tkab kelinadigan o'qituvchilarmi yuqori maoshli o'qituvchilar ekan. Pakistan askarlari bilan Hindiston askarlari to'qnashdi. Turkiya ovoz radiosining xabarida ma'lum bo'lishicha, Pakistan bilan Hindiston askarlari Kashmir kontrol liniyasida to'qnashdi. To'qnashda Hindistonning 4 askari o'lgan. 1947-yildan buyon Hindiston bilan Pakistan orasida talash tartish masalasi bo'lib kelgan Jammu Kashmirda hozirgacha yuz bergan to'qnashlarda 70 ming kishi jindan ayrilgan. Erdoğan İslam davlatlari birlashsa zo'r kuch maydonga keladi dedi. Yangi Akit gazeti bergan xabarda bildirilishicha, Turkiya Cumhuriyeti Cumhur Raisi Recep Tayyip Erdoğan Afrika ziyorati doirasida tunji bo'lib Sudanga keldi. Erdoğanning Sudandagi ziyorati bugunmi davom qilmoqda. Erdoğan prezident Ömer Al-Bashir bilan qo'shin muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazgan bo'lib, yig'inda Cumhur Rais Erdoğan so'z qilib, utuqliq oxirlashgan Quddus temiliq jiddiy yig'indagi natijalar İslam dunyosi birlikda harakat qilganda zo'r kuch maydonga keldiganligini ko'rsatib berdi dedi. Misr Turkiya bilan bo'lgan munosabatlarni asliga keltirishni xohlaydiganligini bildirdi. Yangi Akit gazeti xabarida ma'lum bo'lishicha, Misr tashqi ishlar ministri Samih Shukri Misr hukumatining Turkiya bilan bo'lgan munosabatlarni asliga keltirishni xohlaydiganligini bildirib, shaksizki Turk va Misr xalqini bir-biriga bog'lab turadigan nurg'un narsa bor. İki xalq arasida kuchlik munosabatlar, rishtalar, urug' tuqqandarchilik va o'rtaq meroslar mavjud. Shunlashgan munosabatlarimizning asliga kelishini xohlaymiz. Misr buningga har doim ijobiy qaraydi degan.